Umarxon bir odamning kelajagi haqida oldindan bilsa bo'ladimi? Agar folbinga borib bilmoqchi bo'lsangiz, albatta bilmaydi. Lekin ulamolar aytishadiki, bir odamning kelajagi haqida bilmoqchi bo'lsangiz, undan orzularini so'ramang, rejalarini so'ramang. Shunchaki uni atrofidagi 5 ta odamga qarang. U kim bilan vaqt o'tkazyapti? Kimlarni tinglayapti? Kimlarga havas qilyapti? Ana shu odamlarni ertangi kunni qurmoqda. Siz qanchalik yaxshi bo'lsangiz ham atrofingizdagi 5 ta odam yomon odam bo'ladigan bo'lsa va turli xil xato ishlarni qiladigan bo'lsa, siz ham bularga bo'laveryapti-ku deysizda, shu ishni qilishni boshlaysiz. Agarda siz yomon odam bo'lsangiz ham atrofingizdagi odamlar yaxshi insonlar bo'lsa, yaxshilik qilishadigan bo'lsa, bular qilyapti-ku, men ham o'zgarishim kerak deysizda, ularga qarab yurishni boshlaysiz. Ana shu odamlar sizni ertangi kuningizni qurayotgan hisoblanadi. Diyorbek hayotda bitta qoidasi bor-da, hamma narsa tanlovdan boshlanadi. Do'st tanlash ham, atrof muhitingizni tanlash ham hammasi o'zingiz qo'lingizda. Birinchi o'rinda tanlovlarimizni to'g'rilab olishimiz kerak va to'g'ri tanlov qilishimiz kerak.